Ko'pchilik ayollarimiz tashqi ko'rinishiga e'tibor berishadi, lekin eng muhim bo'lgan, ya'ni sog'lig'iga, toza osti mushaklariga e'tiborni kamaytirishadi. Men Madina Junaydullayevna, intim gimnastika, integrativ ginekologiya, ayollarni sog'lomlashtirish, tug'ruqdan keyingi tiklanish, er-xotin munosabatlarini mustahkamlash bo'yicha coach trener hisoblanaman. Shu kunga qadar 3000 dan ziyod ayollarimizni tabiiy yo'l bilan sog'liqlarini tiklab, sog'lom va sevimli ayol bo'lishlariga yordam berib kelyapman. Men siz uchun mutlaqo bepul 3 kunlik webinar tashkil qilyapman. Bu webinarda siz toza osti mushaklaringizdagi kenglikli, tushishlar, hayz davridagi og'riqlar, yaqinlik paytidagi sezuvchanlikning pasayishi, xohishning yo'qolishi va yana bir qancha muammolar, o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qligi, er-xotin munosabatlaridagi sovuqchiliklarni, hammasini sabablarini, kelib chiqishlarini ko'rib chiqamiz va sizga shu 3 kun davomida yechimlarini tabiiy yo'l bilan o'zingizga ishonchingizni, ham sog'lig'ingizni, ham er-xotin munosabatlaringizni mustahkamlovchi texnikalarni beraman. 3 kunlik webinarimiz mutlaqo bepul, lekin vaqtimiz chegaralangan. Webinarda ishtirok etish uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting.